Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırıyoruz. Bugünkü mavzu mundaq. Mavzudun birinci islah 2021 yıl 4. ayının 27. günü. Endiki mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi harbiy ishlar vazifasini oxirlashtirishga boshladi. Mavzuli xabar 4. ayning 26. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Islamabad Afg'onistonda turishliq Amerika armiyasining yuqori darajali komandiri bunday ko'rsatdi. To'qinish dafsandichiligiga uchragan bu davlatdan butunlay askar chekindirish boshlandi. General Scott Miller yakshanba kuni Afg'onistonning Kabul shahrida muxbirlarga bunday ko'rsatdi. Men topshirib olgan buyruqqa asosan mening qo'mondonligim ostidagi barliq askariy qismlar Afg'onistondan chekinishga tayyorlik qildi. General Miller yuqoridagi fikr bayon qilishdan 2 hafta burun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 9 ayning 11 kuni New York ve Washington teröristlerin hücumu uçurgan kundan, yani 20 yıllık hatır günüdün burun en ahire eşip kalgan 3000 kişilik Amerika armiyasını Afganistan'dan çekindirdiğini ilan kılgan edi. NATO'ga a'zo devletler maslashib harakat qilishga va'da berdi. Bir yil burun Washington bilan Afg'oniston Taliban qurolliqlar suhbatlashib kelishim bo'yicha NATO 7000 kishilik askariy qismlarni chekindirishlari kerak. General Miller bunday ko'rsatdi. Biz Afg'onistondan tartibli holda askar chekindiramiz. Bu Afg'oniston turishliq bexatarlik qismlarining harbiy baza va qurol yaroqlarini şu yerlikka topshirib berishimizdan derak berdi. Amerika 2020 yil 2 ayda Taliban bilan imzolagan kelishim bo'yicha Afg'onistonda turishliq chet el qo'shinlari 5 ayning 1 kunidan burun Afg'onistondan chekinib chiqishlari kerak edi. Lekin prezident Joe Biden chekinib chiqishning eng oxirgi mulozamat sabablarini ko'rsatgan. General Miller bunday ko'rsatdi. Biz harbiy vositalar va iqtidorimizni saqlab qolamiz. Chekinish jarayonida o'zimizni to'liq qo'g'daymiz. Hamda Afg'oniston bexatarlik qismlarida qo'llaymiz. General Miller Kabulda suhbat bayon qilib bunday ko'rsatdi. Bizning Taliban siyosiy komiteti va Taliban a'zolari bilan suhbatlashish fursatimiz bor. Biz ularga shunday deymizki, zo'ravonlikni asli keltirish, harbiy ishlarni qaror qilish, Afg'oniston va Afg'oniston xalqi uchun aytganda bir tragediyak ish bo'lib qoladi. Ba'zilar bunday ansirashga boshladi. Amerikaning yordami bo'lmagan ahvol ostida Afg'oniston bexatarlik qismlari Taliban bilan bo'lgan kurashda gumron bo'ladi. Bunday bo'lganda texmi ko'p to'qinish va texmi ko'p qon to'kilishga elib keladi.